بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, bugun Allohdan madad so'ragan holda Alloh subhanahu va taolani Ar-Rahman Ar-Rahim ismi sifatlari orasida suhbatlashamiz. Alloh taolaning Ar-Rahman Ar-Rahim ismi Qur'onda juda ham ko'p o'rinda zikr qilinadi. Xossatan har bitta suraning boshida mana shu ism sifatlar keladi. Bismillahirrohmanirrohim deb har bitta sura boshlanadi. Illa Tavbadan tashqari. Allohning huzurida bu ismning sha'ni nihoyatda ulug'. Hattoki o'sha Ummul Kitob bo'lgan Fotiha surasida Alhamdulillahi Robbil alamindan keyin Ar-Rahman Ar-Rahim keladi. Biz bilamizki, Fotiha surasida Alloh taolaning eng